dunyoda sizga gardlar yuqmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duolaringiz boshimga panoh, nurga belab to'rt tomonimni, faqat yaxshim deya maqtaysiz. Ko'zga ilmi hech yomonimni. Siz farishtaga o'xshaysiz. Assalomu alaykum yoshlar, bormisiz, omonmisiz? Soat menlari ayni 11:30 ni tashkil qilgan bir vaqtida biz sizningla 1-oktyabr oqshomi diydorlashib turibmiz. Qarangki, bugun faol va obro' xonadonlarning birida ajoyib shukuhli on. Sababi bugun Zarshoda begim kelinlari, qaynona onajonlari Naziraxon onamizga go'zal ehtiromlar, tashakkurlarni bildirmoqchilar. O'g'illari Erkinjon akamiz kutilmaganda ularni xursand qilishga qaror qilganlar. Biz esa ijodiy guruhimiz bilan Kosmosdamiz, Pushkin ko'chasida onajonimizni xursand qilamiz. Onamizni yuzdagi emotsiyalarni ko'ramiz, ularning reaksiyasini ko'ramiz. Yakınlardaki kalktık böyle gibi. Şirin söz kopyarım koptar hoş kalam. Lekin salom sözü. Bazdan böyle. Assalomu alaykum. Shu xonadonni foizga baron ketga to'ldirgan go'zal qirolichasi Naziraxon onajonova. Umrjoni ziyoda bo'lsin. Umrjoni ziyoda bo'lsin. Bugungi baxtli ayol muborak bo'lsin. Qalbingiz to'g'ri bo'lsin, kelinglar, kelib tursin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Keling, yonimizda yaqin. Canını atken, gerçekten mıdırım yanımda yatken. Bu minik anam, bu minik anam. Her bir isteğimin çaresini tapken. Neye taş atken, gel canını atken. Gerçekten yanımda mıdırım yatken. Bu minik anam, bu minik anam. Mehr guldastalarini topshirib qo'yamiz. Joysiz, ham quyosh ham ko'kda oysiz, malikalar ichra begoyim, baxtlarga tortsiz onajon, yashnab turgan baxtsiz onajon. Onajon, to'g'risini ayting, surprizlar kutganmidingiz? Kutmagansiz. O'ylab ko'ringchi, bugungi tashrifimiz surpriz kim tomonidan bo'lishi mumkin?
ham qarindoshlar tomonidan Umrijoningiz uzun bo'lsin aziz onajonimiz. Haqiqatan aqrabolar, qarindoshlar va albatta mehr berib o'stirgan farzandlaringizning eng go'zal ehtiromlari, tashakkurlarni siz tomon yo'llaymiz. Bugun qarangki, musofir yurtlarda yurgan Erkinjon o'g'lingiz juda ham sizni sog'inganlarini aytdilar. Qolaversa, Zarshoda begim siz juda ham yaxshi ko'rishini, o'z onasidan kam yaxshi ko'rmasligini bot-bot takrorlashimizni iltimos qildilar. Chiroyli hayotni tuhfa aylagansiz. Farzandlarning har birini shoxdek saylagansiz. O'zingizni emas, faqat bolangizni o'ylagansiz. Siz bunday yoshlarga loyiqsiz. Dunyo turgunicha turing, doim izozlanib, ardoqlanib yuring. Onajon, biz sizni xursand qilgani keldik. Yig'lab beryapsiz, bu nimasi bo'ldi? Sevinch yoshlari, quvonch yoshlari, baxt yoshlari hech qachon ko'zingizni g'am yoshlariga yoshlatmasin. Kerakki, mahallada yaxshi kelin qilgan, yaxshimni oshirib, yomonimni yoshirgan. Meni hayotimda ilk muallimim onajonim bo'lsa, ikkinchi ustozim qaynona onajonimdir. Baxtimga doim sog' va salomat bo'lsalar, dunyo turguncha tursinlar, doim izozimizda izozlanib, ardog'imizda ardoqlanib yursinlar deya go'zal niyatlarni sizga ilindilar. Ko'zimda yosh ko'rsa, qalbi vayronim, poyingiz jannatim, siz qiblagohim, ko'ngil bog'imdagi xushbo'y rayhonim, onajonim mening jannatim. Sog' bo'ling, hamisha salomat bo'ling. Siz ham nabiralar kamolini ko'ring. Uchib yuring, doim qanotim bo'ling. Onajonim mening, jannatim mening. Meni mendan ko'proq o'ylaganim, har kuni yo'llarimni poylaganim, har onda duolar yo'llaganim, poyingiz jannatdir. Siz qiblagohim, poyingiz jannatdir. Siz duogo'yim. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz degan hamma farzandlaringiz. Qatorda musofirda yurgan Erkinjon akamiz, Zarshodaxon, keliningiz va barcha aqrabolar bo'ldi. Kelinki, muhtaram aziz mehmonjonlar, mana shunday chiroyli kunga yetqazganiga behisob shukrlar aytib, mana kelin qizingiz o'z bag'lariga bosyaptilar. Hozir bir chiroyli sovg'a tayyorlaganlar, hayotingiz ko'rinishida go'zal, ta'mida shirin bo'lsin deya shirinliklar sizga tortiq bo'lsin. Poyiga xusta gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on qo'yaman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onajonim, sizni yaxshi ko'ramiz deya, siz uchun shirinliklar. Mehmonjonlarimiz kutilmaganda onajonimizni ozgina yig'latishimizga ham to'g'ri keldi. Umrijoningiz ziyoda bo'lsin. Bugun bilasizmi, asli onani yaratmasin ekan. Aslida bugun qo'shaloq bayram sizniki. Chunki bir qo'li bilan dunyoni, biri bilan beshikni tebratgan sizdek duogo'y jannati onajonlarimiz bunday yoshlarga loyiqdirlar. Bilmay dilingizga ozor berib qo'ygan bo'lsak, kechiring onajon. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Bizga shunday chiroyli o'gitlar berdingizki, hech qachon buni unutmaymiz. Sizni ko'zingizga qarab ayta olmagan dil istaklarimiz bor. Barchasini bugun izhor aylaymiz. Doim istagimiz osmon ovozida porlab turgan quyoshimiz bo'ling. Bizni oydan ortiqlab, kundan qo'riqlab, baxtingni ko'ray bolam deya Xudodan so'rayapsiz. Bizga baxshida qilgan umringiz evaziga jannat sizga mukofot bo'lsin. Bizga dunyoni tanitdingiz. Ming bitta xatoyimiz bilan seva oldingiz. Biz nima qildik siz uchun? Yelkamizga ko'tardikmi yo? Onajon, hali farzandlik burchini ado qilib ulgurganimiz yo'q. Sizni rozi qilishga ham ulgurganimiz yo'q. Harlikka ko'nmang onajon, inshaalloh
tezlar cho'kib hokipoyingizga Ka'batulloh qarshisida duoingizni olaman. Nasib bo'lsa, onajon sizni hoji ona qilaman degan Erkinjon o'g'lingiz Zashodaxon keliningiz bo'ladilar. Kelinki muhtaram aziz mehmonjo'lar, chiroyli niyatlarni, yaqinlarni ko'ra, ko'zlari quvonib turgani, surprizdan olgan taassurotlari qolaversa, mehrli nigohlar bilan Erkinjon akamiz hozir qarab ko'zlarini uzmay turibdilar. Primoy efirlarimizda Erkinjon akamizga ham qalbidagi samimiyatlarni bildirsalar ajab emas. Chunki onaning duosi hammaga qodir deyishadi. Avvalo kelganlaringizga ming rahmat. Badajonlarim sog' salomat bo'linglar. Zo'r yurtga yuribsizlar. O'ylagan niyatlaringizga yetinglar. Ukajonim, umring uzoq bo'lsin. Kelin bilan qo'shcha qaragin. Balaring sog' salomat bo'lsin. O'ylagan niyatlaringga yetib yurgin. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Rahmat kelganlaringizga. Endi musofirdagilarni aytmadingiz-ku. Olimjon. Erkinjon o'g'lim. Rahmat balajonim. Sen ham sog' salomat bo'linglar. O'ylagan niyatlaringizga yetib kelinglar ishqilib. Kutmagandim balajonim. Shunaqa narsalarni qilib berishing. Rahmat balajon. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizga ehtiromlar ko'rsatganlarni. Alloh rozi bo'lsin sizni e'zozlaganlarni. Bilasiz, bir onani ko'nglini eta olsang shod, Madinani etgan kabi obod deb bejiz aytishmaydi. Xuddi shunday eng go'zal ajrni bugun barcha farzandlaringizga so'rab turibmiz. Erkinjon akamiz agar telefonda bo'lsalar, bitta tasvirga olib qo'ysin yigitlarimiz. Kelinki muhtaram aziz mehmoncholar, hammalaringizga yana bir bor eng go'zal niyatlarni ilinib, xush kayfiyat, tetik ruhiyat tilagan holda biz bugun onajonimizni oz bo'lsa ham kayfiyatlarni ko'tarib niyat qilib turibmiz. Kelinki unga olib qo'yasiz, chiroyli qilib tasvirlarga. Onajoningiz uzun bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham Robbim panohida bo'lib yuring. Endi muhtaram aziz onajonimiz, ozgina keling kayfiyatni ko'tarib olamiz. Baxti butun deyman, o'g'il qizlar bo'lsin muborak. Azingizdan borguvchingizlar bo'lsin muborak. Murodxona atalgan koshonalaringiz, shukuhli ayyomlar muborak. Siz uchun jarang topsin, eng chiroyli kuy-navolar muborak. Zashoda begim, keling, qaynona onajoningiz bilan bitta davrada o'ynab bering. Onalarining eng go'zali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam. Onalarining eng asali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam. So'zlari durdonaginam, bitta-yu bir donaginam, boshimda parvonaginam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, ko'zlarida mehriboni jonim onam. Onalarining mehriboni
Canım anam, analarının en güzeli. Hani anam, kuzge soray izlerini. Canım anam, kuzge soray izlerini. Canım anam. Umri sağ olsun. Hikmetin bahtiyarıyım. Tamam sakal buyuruyla. Bayramı var ya basa. Yacağına cöre kiriyle. Sigmasın oynamışken, bu sigmasın kuşlamışken, şampiyonu bayramımızken, bu sigmasın oynamışken, bu sigmasın oynamışken, bu sigmasın kuşlamışken, şampiyonu bayramımızken, bu sigmasın oynamışken. Ailemizga. Aziz onajonimiz, bugun qo'limiz kelgancha farzandlar nomidan sizga go'zal tabriklarni ilinib, oz bo'lsa ham qalbingizga xursandchilik ilindik. Agar xursand qilgan bo'lsak, biling biz maqsadimizga to'liq erishdik. Ikki dunyoning saodatiga erishib yuring. Qalbingizga huzur, xotirjamlik, xonadoningizdan qut barokat ayrilmasin. Nasib bo'lsa, mamlakat yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, farzandlarga bosh bo'lib, nabiralar to'ylarini ko'rib, to'rlarda davronlarni suring. Keliningiz, o'g'lingiz va barcha yaqinlaringizni huzur, halovatida bo'lib yuring deya eng go'zal niyatlarni ilindik. Muhtaram aziz mehmonjonlar, oltinga teng vaqtinglarni olib qo'ydik, ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida bezotaligimiz uchun, kelinki bezovta qilganimiz uchun. Bugungi olingan oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Nilufar Vlogi SEO bo'lmasa, bu mening onam deb qidirasiz. Olingan oltin tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Har biringlar Allohga omonatsiz izlarim. Xonadoninglarda doim yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda sizlar izzatda bu san'at ahli doim xizmatinglarda bo'laylik. Bugun shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.